Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Chinozdamiz issiqxonada Vero gibridlari ekilgan. Shu gibridni ekkan dehqon bilan ikki oz gaplashamiz. Assalomu alaykum. To'lqin aka, hormi? Yaxshimisizlar? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Rahmat ekan, rahmat. Aka, mana shu Vero ekkan ekansiz bu yil. Shu haqida bir ikki oz o'zingizni fikr mulohazangizni aytsangiz, qachon ekdingiz, qanaqa qaradingiz, changlatish, shu ikki oz o'zingiz fikringiz. Buni iyun oylarida 15lariga ekdik. Issiqqa yaxshi, chidamli ekan. Changlatmadik. Bizaniki setka edik. Plyonkani endi bir hafta bo'ldi yopganimizga. Ha, tepasida setka turgan shu kungacha-mi? 10-sentabrgacha ham setkani tagida turgan. 10-sentabrgacha. Oddiy qora setka bo'lgan-a? Qora setkada turdi. O'shani hisobiga yaxshi, rivojlanish yaxshi, issiqqa chidamli, hosili yaxshi, qattiq ekan. Ikkita shox qo'yarsiz keyin. Ikkita shox qildik, 1.40 ga ekib, orasini shu 30 qilib ekdik. Ha, shu 1.40 ga 30. Hammasi ikkita shox ekan. Yomon emas, yaxshi. Tushunarli. Xudo xolasa barakasini bersin. Changlatmadingiz, oziqa berish qanaqa bo'ldi asosan? Oziqa berish aslida shu yara firmalar bilan ishladik, turistskiy firmalar bilan ishladik. Kapilnidan berurdingiz-a tegi oziqani? Bir qator kapilni qilgan ekansiz. Arg'idan ham sug'ardingizmi, sug'ormadingizmi? Arg'idan suv haydadik, prostoy suv haydadik. Issiqda. Eng issiq kunlarda ekkan ekansiz siz? Ha, bizlar eng issiq kunlarda ekdik. Sizni nimasi qiynadimi? Nimadir qiyinchilik bo'ldimi nimadirga? Bizda hozir bu qiyinchiligi aslida hozir pashsha qiynayapti. Oq pashsha. Ha, bu hamma joyda qiyinchilik tug'diryapti hozir dehqonlarga. Oq pashsha ko'p. Ikkita shox qilganingizga bayi ham ko'payib ketibdi-da. Ikkita shox qilganingizga. Rivojlanishi nimasi hosil. Xaridorlar olish qanaqa xaridorlarni? Talab yaxshi, xaridorlar. Talab yaxshimi? Olish yaxshi. Indamay. Bugundan mana Korzinkaga. Korzinka olishyapti. Hoshchalik hech qanday muammo yo'q, yaxshi ketyapti. Xudo xolasa hammasi joyida. 65 kun, 67 kunlarda tergan bo'lsangiz kerak, birinchi terma. Menimcha. Qattimligi, sifati meva. Qattimligi yaxshi ekan, shu kiprigi. Pomidorim 15 kun, 20 kun bo'ldi qizarganiga shu qattim bo'lib turibdi. Ha, yumshab ketmadi. Yumshab ketmadi, qattiq lekin pomidor yaxshi. Kiprigi ham yaxshi, chiroyli ekan, hadovoy pomidor. O'zak yo'q keyin. Qip-qizil, qip-qizil. Ichi ham qizil, yaxshi. Endi siz maslahatingiz iloji bo'lsa setkani tegi ekkan ma'qulroq deb o'ylayapsiz issiqda. Hozir bizda issiq bo'lyapti-yu. Juda ketdi. Issiq bo'lyapti. Shunga setkani tegi eksa yaxshiroq rivojlanyapti. Havo yaxshi. Shuni maslahatlar uchun rahmat. Barakasini bersin. Charchamang. Sog' bo'ling. Rahmat kattagan.